Bugun Ziyo Manzili xususiy maktabining 4-sinf o'quvchilari uchun unutilmas kun. Imtihon oldidan ular nufuzli maskanlardan biri Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Andijon filialining ochiq eshiklar kuniga tashrif buyurishdi. Farangiz va Shohjahonning samimiy hamrohligi sabab o'quvchilar maktab bo'ylab hech qanday noqulayliksiz sayohat qilishdi. Birinchi manzil kimyoxonasi bo'ldi. Bu yerda yuqori sinf o'quvchilari tomonidan o'tkazilgan ajoyib tajribalar bolajonlarda katta taassurot qoldirdi. Keyingi bekat biologiya xonasi. Turli hayvonlar va inson skeletlari, suyak tuzilmalari bolalarda yanada kuchli qiziqishni uyg'otdi. Fizika xonasida esa ilm-fanning haqiqiy mo'jizalariga guvoh bo'lishdi. Qizlar uchun esa alohida hunar xonasi. Bu yerda har chorshanba kuni pazandachilik, salatlar va turli pishiriqlar tayyorlanishi barchani hayratga soldi. Ammo eng katta qiziqish uyg'otgan maskan bu psixologiya xonasi bo'ldi. O'zgacha jihozlar, o'zgacha muhit, o'zgacha ko'rinish. Maktab psixologi Sevara Hamraboyeva bilan bo'lgan, ammo mazmunli suhbat bolajonlarga ulkan motivatsiya va o'ziga bo'lgan ishonch bag'ishladi. IT xonasida esa o'quvchilar yaratgan ixtirolar, zamonaviy loyihalar kelajak egalari uchun haqiqiy ilhom manbai bo'ldi. Sport zal esa yanada qizg'in lahzalarga boy bo'ldi. Farangiz va Shohjahon tomonidan tashkil qilingan kichik o'yin bolajonlarga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. O'yin sharti shunday ediki, savatchaga to'p tushirganlarga maktab tomonidan qimmatbaho sovg'a va'da qilingan bo'lsa-da, ammo hayajonni yoki maktab salobatini bu safar bolajonlar hech kimi shartni bajara olmadi. So'ng bolajonlar yo'lakdagi shaxmat va shashka o'yinlarini ham maroq bilan tomosha qilishdi. Mini stadion va tir otish yo'lakchalari ham katta qiziqish bilan tomosha qilindi. Tashqaridagi eng sevimli maskan esa orzular manzili bo'ldi. Bu joy bolajonlarga o'z orzularini yozish, maqsadlarini yanada yaqinroq his qilish imkonini berdi. Shu tariqa unutilmas ochiq eshiklar kuni o'z nihoyasiga yetdi. Bizga samimiy hamrohlik qilgan Farangiz va Shohjahonga chin qalbdan minnatdorchilik bildiramiz. Nasib qilsa albatta Ziyo Manzili o'quvchilari eng yaxshisiga munosib. Bizni kuzatishda davom eting. Oldinda yanada katta manzil. Prezident maktabi.